Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar. Yanvar oyining boshlarında bir o'yin tumaniga navbatdagi dastlabki muzni yetkazib olib keldik. Bu kat yo'limizni her doimgi Abbas santexnikamiz zakaz bergan. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman Abbasbekning. Hozir masalan oddiy qilib aytganda bu tarafimiz 450 qala. Tabiat Urganchgacha to'g'ri emasmi? Şu mana davayakta yaqin 100 kilometr yerde Abbas bo'lgan zakaz bo'lsa ishlaydi. Mana xalagan turda kat yo'llarda yetkazib beramiz bizlar. Bu kat yo'llarning komplektida qo'shariqdir, bir motorli bo'ldi, ventilatorlar bor, miyalar bor. Kat yo'llarimizning bu joylaridan bo'linadi, mana bu joylardan. Bu joydan bo'lsangiz bo'ladi. Kat yo'lxonamizning eshigi kichkina bo'lsa, hech o'ylanmay telefon qilib murojaat qiling, shu yerdan bo'lib kir desangiz bo'ladi. Bu joylardan ochiladi mana aka bemalol. O'rning orqasında toza yo'llari bo'ladi. Yopiq sistemadan 1,5-2 borda ko'taradi mana knopkalar bo'lgan uchun. Eshiklarda tozalash hamma narsalar bor. Pastda tozayotgan eshiklarda regulyovkalar. Qopqoqlardan germetичный bo'ladi, qopqoqlar ham. Uchli qora listerdan ishlangan bu kat yo'llarimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Beruniy tumaniga yetkazib olib keldik. Eshiklarimizda tun chiqmaslik uchun azbejin shuni urib qo'yilgan mana. Tag qismida chubun kolosniklar bo'ladi mana. Bunkerimizga 3 qop atrofida, ya'ni 120-130 kg atrofida ko'mir sig'adi. Şu ko'mir tugaguncha zapravka qilmaysiz, lekin bu joyini yonib turganini ko'rib turishingiz kerak bo'ladi kunida 1-2 marta. Agar Qozog'istonning arashkasini yaqsangiz, bu yog'ini umuman qo'lingizdan tutmaysiz. Qora ko'mir yaqsangiz, bu yog'ida ozmoz shlaq qachish ehtimoli bor baribir. Shunday kat yo'llar, darvozalar, har xil turli novislar qiziq bo'lsa, bizning manzilamiz Daryo tumani Mangish shahri, Kichik sanoat zonasida. Telefon raqamlarini qo'yib qo'ying, murojaat qilaverasizlar. Videolar manfaatli bo'lsa birdan like bosib qo'ying, tushunmagan savollarni izohlarda qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.